O'zbekistonda ob-havo nimaga buzilyapti? Bu oddiy o'zgarish emas. Bu hammani xavotirga solayotgan jiddiy muammolardan biridir. Bir kun issiq, bir kun sovuq, bir joyda yomg'ir, boshqa joyda esa chang bo'ron. Bularning barchasi tasodif emas. Mutaxassislar ogohlantirmoqda. So'nggi haftada harorat keskin kuchaydi. Atmosferada esa bosim ortib bormoqda. Ba'zi hududlarda esa shamol tezligi soatiga 20 metr sekundni tashkil etmoqda. Sabab issiq va sovuq havo massalarining to'qnashuvidadir. Eng qizig'i, bu hali hammasi emas. Oldinda yana kuchli shamollar, bosim o'zgarishi va havoning keskin pasayishi aytilmoqda. Mutaxassislar bu yil oxirigacha davom etadi deyishmoqda. Ma'lumotlarni eng birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting va ushbu yangilikni o'z yaqinlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang.